chiqib, bu tomonga, bu tomoni boqqa chiqyapti, keyin og'riyapti. Ertalab tursam atrof qurib qolyaptim deb. Hallux valgus degan narsa bu. Demak, oyog'ingizni bunga Ketyapti ketyapti. o'shanday. Barmoqlaringizni egib, malakabirazni palchiqib qo'yapti barmoqlarni mana ularni bukib. Tushundingizmi? Bunday qilib. Buni endi tuzatib yuring, bunday qilib, oyoqlarni bunday qilib yurishga harakat qiling. Keyinchi, endi og'risa sabr qilasiz, bunga valtarian suyuqlik sinmasidan. Tushundingizmi? Bunday qilib aytgancha paxtali qo'yib yurasiz. Key narsa olasiz, bunaqa narsa kiymaysiz. Oldi key narsa kiyasiz, yerga tushmasin. Oyoqni bunday qiladigan, oyoq tagiga patakcha qilasiz maytdan, mana. Mana yerda bunday ko'taradigan. Tuflini ichiga qo'yasiz, maytdan bunday ko'taradigan qo'yasiz, oyog'ingiz bunday to'g'irlanadi. Tushundingizmi? Hozir yozib beraman. Oyog'ingiz poyabzaldan bo'ladi bu. Ertadan keyin agar shu narsalarni qilmasangiz, ertadan keyin nima sizni kuzatishi mumkin? Tushundingizmi? Hozir bunaqa bo'lyapti sizga. Tagiga kirib, barmoqlaringiz bukilib qo'yadi, molotofga o'xshab. Tushundingizmi? Keyinchalik baribir xohlasangiz, xohlamasangiz buni to'g'rilab, buni buyoqqa to'g'rilab, persa qilishga to'g'ri kelib qoladi. Tushundingizmi? Mana malakabirazni palchik hallux valgus deydi buni. Shu narsalarni qilish uchun endi bu yerda yozgan. Birinchi shu barmoqlar orasiga ozgina kergich narsa qo'yiladi. Yurish to'g'rilash kerak. Oyoq tagiga o'sha yerni o'rtadan old tomon ko'targani patak qilinadi. Har kuni vanna qilasiz. Og'rigan joyga og'rida qoldirgani 2%lik, 5%lik so'tiladigan gellar bor. O'shalardan so'kaysiz. Ko'rasiz endi buni. Hatto ituk operatsiya. Ituk operatsiya. Keyinchalikka baribir, bu deb bermasa.